g'iybatni keltirib chiqaradigan sabablarning birinchisi bu iymonning zaifligi azizlar. Iymoni zaif odam g'iybat qiladi. Iymoni baquvvat odam g'iybat qilmaydi. Iymoni baquvvat degani bu Allohga bo'lgan ishonchi kuchli odam. U aniq biladiki, agar g'iybat qilsa bir musulmon birodarini go'shini yeganlik to'g'risidagi oyat bor. Qanday qilib o'sha oyatiga iymoni bo'lgan odam bu ishni qilishi mumkin? Darhol to'xtatadi. Kechirasiz deydi. Qo'ying shu gapni gapirmaylik deydi. Oyat bor Qur'onda. Hozir biz o'lgan go'shtni yegan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhisalom qaytargan bu narsadan deydi. Mo'min odam, taqvoli odam. Iymoni zaif odam bo'lsa, turli bahonalarni topib sifatini aytyapmiz. Ha endi aytmasak bo'lmaydi, to'g'rida deb bahona qidiraveradi. Milliard bahona qiling. Milliardni o'zingizni oqlaydigan gaplarni toping. Bitta gap bilan, oyat bilan sizni hamma gapingiz bekor bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bitta hadislari bilan hamma keltirgan bahonalar bekor bo'ladi. O'zi shunaqa odam bo'lsa gapirsang g'iybat bo'ladi. O'zi shunaqa bo'lmasa gapirsang tuhmat bo'ladi degani gapirma deganida. Biz bu dunyoga imtihon uchun kelganmiz, azizlar. O'zimiz bilan ovora bo'laylik, lekin keyingi paytda faqatgina boshqalarda aybini qidirish, boshqalarni muhokama qilish bilan ovoramiz. Alloh saqlasin, Alloh kechirsin. Yomonlik va gunoh ahli bilan do'st bo'lishlik ham g'iybatni keltirib chiqarishga sabab bo'lar ekan. So'zi shunaqa g'iybatdan iborat odamlar bilan gaplashmaslik kerak. Uzr so'rash kerak. O'shunaqa odamlar bor, o'zi ma'lum bir toifalar bor. O'tirdingiz, davrani g'iybat bilan qizitaman deb o'ylaydi. Mana shulardan uzoqroq turish kerak deydi. Yana g'iybatni keltirib chiqaradigan illatdan bittasi bu hasad. Hasad ham eng katta g'iybatning konida azizlar. Inson hasaddan gapiradi. Hasad qilish kerak emas. Hasadchi u Alloh bilan urushayotgan bo'ladi, banda bilan emas. U Alloh bilan urushyapti. Nima uchun bu badavlatroq yashayapti? Nima uchun bu mendan ko'ra yaxshiroq yashayapti? Nega bunday deb bilan urushayotganda banda bilan emas, o'sha rizq berguvchi Rozzoq bilan urushyapti. Shuning uchun hasad o'sha g'iybatni keltirib chiqaradi.